Agar IELTS natijamni +1 yoki 2 ballga oshirishim uchun bor yo'g'i 30 kun berilganda, bu 5 ta odatni har kuni qilgan bo'lardim. Va topolmadingiz, buning uchun mana bunday practice testlarni biror kun ham bajarmasdim. Nima deb o'ylaysiz? Shadowing mashqi sizga speakingni o'stirishga haqiqatan ham yordam beradimi? Qanday qilib yozma kundalik yuritish orqali speaking ko'nikmasini o'stirish mumkin? Va eng muhimi, qaysi so'zlarni qanday yodlab writingda yuqori natija olish mumkin? Bularni hammasi haqida bu videoda gaplashamiz. Ammo hozir videoga like bosib, izoh qoldirib sahifamga hoziroq obuna bo'ling, chunki faqatgina shu usul orqali siz menga yangi videolarni chiqarishimga katta motivatsiya berasiz. Bajardingizmi? Unda boshladik. Cambridge testiga hech qanday qarshiligim yo'q, lekin bu testlar shunchaki bilimingizni o'lchash vositasi. Ya'ni siz 30 kun davomida har kuni test bajarib, hech qanaqasiga ingliz tilini o'rganib qolmaysiz, balki qayta-qayta hozirgi darajangizni tekshirib olasiz xolos. Shuning uchun 30 kun vaqtingiz bormi? Har kuni ingliz tilingizni darajasini yaxshilaydigan mashqlarni bajaring va test yechishni faqat dam olish kunlariga qoldiring. Eng birinchi odat bu audio va yozma kundalik yuritishni boshlash. Hozir tushuntiraman. Eng birinchi qadam sifatida bugunoq Telegramda faqat o'zingiz bo'lgan bir yopiq kanal ochasiz va bu odatni har kuni bajarishingiz uchun shunchaki IELTS Speaking Assistant app ilovasini yuklab olib, kun uchun bir mavzu tanlang. Keyingi qadam bu audioni yoqqan holatda 3 daqiqadan 5 daqiqagacha to'xtamasdan 3-4 ta savolga javob berish. Misol uchun, describe a person who inspires you yoki do you prefer living in a city or countryside yoki what do you usually do on weekends? Dam olish kunlari odatda nima qilasiz? To'xtamasdan audio yozamiz. To'g'ri, zo'r chamasligi mumkin. Ko'p deb to'xtab qolishingiz mumkin, lekin har kuni bu mashqni bajarishingiz shart. Shu bilan bo'ldi deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Mana endi eng muhim joyga yetib keldik. Audio kundaligingiz uchun yozib qo'ygan audiolaringizni ochasiz va barcha to'xtashlaringizni belgilab, xato qilib gapirib, grammatik xatolaringizni hammasini hech narsani o'zgartirmagan holatda daftaringizga butun javobingizni yozib chiqasiz. Va undan keyin o'sha javobni ChatGPTga kiritib, uni oldiga 3 ta vazifa qo'yasiz. Birinchidan, grammatikamni yaxshila, so'z boyligimni yaxshila va nozik nuqtalarimni aniqlab ber. Shundan so'ng ChatGPT siz kiritgan javobni endi yaxshilangan versiyasini sizga yuboradi va siz o'z xatolaringizni ko'zingiz bilan ko'rasiz. Self-reflection o'rganishdagi eng kuchli texnika hisoblanadi. Aynan o'z xatolaringizni ko'zingiz bilan ko'rganingizda, qayerdadir zamonda xato qilsangiz, qayerdadir strukturani noto'g'ri qo'llagan bo'lsangiz, siz xatoingizni ko'rib, butun umrga eslab qolasiz va xato qilishni kamaytirasiz. Audio kundalikdagi eng so'nggi qadam mana endi oxirgi to'g'rilangan versiyasini yodlab gapirmaymiz, balki tabiiy holatda o'zimiz gapirib berishga harakat qilamiz. Va Telegramdagi audio kundaligingizni ochasiz, shunchaki audioga o'zingiz qayta gapirib berib, yangilangan versiyani yozib qo'yasiz. Audio kundalik bilan parallel tarzda siz yozma kundalik ham yuritishingiz kerak. Qandaydir murakkab insholarni yozish emas, shunchaki ochamiz va kun davomida o'zimizni qanday his qildik, nimalarni o'rgandik, qayerga bordik va umuman olganda qanday tajribalarni boshimizdan o'tkazdik. Hammasini qoldirmasdan ingliz tilida yozamiz va shu yerda ajoyib sehr sodir bo'ladi. Birinchidan, tushunmagan so'zlaringizni majbur bo'lasiz ingliz tiliga o'girib yangi so'z yodlashga. Ikkinchidan, oldin grammatikani quruqqina qoidalar bilan yodlagan bo'lsangiz, endi ishlatishga va oddiy o'zingiz haqingizda gapirish uchun qo'llashni mashq qilishni boshlaysiz. Va bu mashqlarning hammasi ingliz tilini bilishdan ingliz tilida fikrlashga o'tib olishimizga yordam beradi. Ya'ni siz har kuni yozma kundalik yuritsangiz, allaqachon ingliz tilida o'ylashni o'rganasiz. Yozma kundalik yuritish orqali fikrlarni tartiblashni, ingliz tilida fikrlashni o'rganadigan bo'lsangiz, har kuni audio kundalik yuritib, siz ravonlik, tezlikni oshirasiz va speakingdagi qo'rquvni sekin-asta yengib olasiz. I like living in a city because there is many opportunities. I prefer living in a city because it offers a wide range of opportunities both professionally and socially. Ko'rdingizmi? Misol uchun many opportunities deganingizdan ko'ra a wide range of opportunities yaxshiroq eshitiladi. Shadowing mashqi speaking ko'nikmasini rostdan ham o'stirishga yordam beradimi deb savol bergandim. Albatta, shu sababdan ham 5 ta odatdan har kuni qilinishi kerak bo'lgan ikkinchisi bu 20 daqiqa to'xtovsiz shadowing qilish. Lekin
shadowing siz o'ylagandagi shadowing bo'lmasligi mumkin. Ko'pchilik shunchaki gapni yodlab olish deb tushunadi. Lekin aslida shadowing qilish xuddi o'sha insonni o'zi bo'lib qolishingiz kerak degani. Ohangdorligi, intonatsiyasi, mimikasi, qanday qilib so'zlarni talaffuz qilayotgani, hammasiga 100% e'tibor berib, o'sha insonni o'zidek gapirishga harakat qilishingiz kerak. Aynan shuning uchun ham shadowing so'zi o'zi soya deb tarjima qilinadi. Biz xuddi o'sha insonni soyasiga aylanib borishimiz kerak. Misol uchun, I just want to let you know that this isn't something we can ignore. Mana shunaqa gapni ko'rsangiz, aniq shunday o'qiysiz. Lekin shadowingda biz nutqda eshitsak, bu qanday talaffuz qilinadi? I just want to let you know. I just want to let you know deyilishi mumkin. Ya'ni juda tez, o'zaro bog'langan holatda talaffuz qilinadi va bunday talaffuz qilinadigan iboralar juda ko'p. Misol uchun, I just wanna, kind of, sort of, yoki at the end of the day. Hey, did you edit the video? Yeah, I edited it. You edited it? I edited it. You edited it. I edited it. You edited it? I edited it. You edited it? Yes, I edited it. You know what I mean. You know what I mean emas, you know what I mean. What really matters is ko'ryapsiz, ohangdorligi boshqacha, urg'usi boshqacha, so'zlarning ulanishi boshqacha. Shuning uchun shadowing qilayotganingizda haqiqatan sozandaga aylaning. Kerak bo'lsa, yaqin kelib olib ekran orqali o'sha insonni og'iz harakatlarini ham kuzating va 100% o'xshatishga harakat qiling. Shadowing qilish vaqtida TikTokni qaytarasizmi yoki American British blogerlardan birini tanlab o'xshatasizmi? Umuman ahamiyati yo'q. Eng muhimi o'sha inson til egasi bo'lsin, native speaker bo'lsin va ikkinchisi o'sha tildagi ohangdorligi maksimal darajada sizni ona tilingizdagi ohangdorligingizga o'xshash bo'lsin. Ya'ni men o'zi emotsiya bilan kulib gapirsam, energiyaga boyroq insonni tanlashim kerak. Agar oddiyroq tonda, ona tilimda ham juda xotirjam gapiradigan bo'lsam, xuddi shunday gapiradigan insonni tanlab shadowing qilishim kerak. Shunda osonroq bo'ladi. Shu sababdan ham bizga ko'proq American accent mos keladi, chunki British accentda juda ham ohangdorligi o'zbek tilidan farq qiladi. Native speakers blogerlarni qidirib qiynalmasligingiz uchun to'liq ro'yxati bilan hamma blogerlarni o'zim yig'ib Lingua Barno Telegram kanalimga post qilib joylaganman. O'tib bemalol eshitib o'zingizga yoqqanini tanlasangiz bo'ladi. 3-eng muhim odat har kuni ilmiy maqola o'qish. Hozir sizlar bilan misol tariqasida bor yo'g'i 4-5 ta gap o'qiymiz. Bu hali katta maqola ham emas. E'tibor bering. Climate change poses a significant threat to global ecosystems. Scientists argue that immediate action is required to mitigate long-term environmental damage. Raising public awareness plays a vital role in addressing this issue. Mana endi ko'rishingiz mumkin, bu shunchaki aqlli so'zlar to'plamasi emas, balki ajoyib rostdan ham ishlatishingiz mumkin bo'lgan g'oyalar va iboralar. Misol uchun, possess a significant threat bu juda katta xavf soladi yoki immediate action is required, ya'ni darhol harakat talab qilinadi degani. Mitigate long-term damage esa uzoq muddatli zararni oldini olish yoki yechish. Plays a vital role, muhim o'rin egallaydi. IELTS doirasida ko'radigan bo'lsak, climate change is bad desangiz, taxminan natijangiz 6 bo'ladi, lekin climate change possess a significant threat deb javob berish bu allaqachon 8 lik natija. Shuning uchun har kuni ilmiy maqola o'qiymiz, foydali iboralar, g'oyalarni tagiga chizamiz va ko'proq og'zaki aytib ko'rishga, har xil misollarda ishlatishga harakat qilamiz. Yana ham qiziqarli mashq, oynani oldiga turib olib, o'zingizni 10 ta leksiya o'qiyotgandek tasavvur qilib, ishonch bilan o'qiganlaringizni gapirib bersangiz, bu sizga 10 karra emas, balki 100 karra foydaliroq bo'ladi. Maqolalarni esa BBC, National Geographic yoki Medium kabi zo'r jurnallarda o'qishingiz mumkin. Bu jurnallarni ham Lingua Barno Telegram kanalimga tekinga yuklab qo'yganman. 4-odat writing ko'nikmamizni keskin o'sishiga sabab bo'ladi. Bu haftada 4 marta 250 ta so'zdan iborat bo'lgan insho yozish. Lekin shunchaki ko'rkorona yozmaymiz, balki sal oldinroq o'qigan maqolamizni mavzusiga asoslanib, yangi so'zlarni, g'oyalarni activate qilib, endi zo'r insho yozishga harakat qilamiz. Shunda insholaringiz 6 darajasidagi inshodan birdaniga 8 darajasida yozilgan inshoga aylanadi. Misol uchun, dastlab o'zingiz yozgan gap government should help the environment bo'lishi mumkin. Endi maqolani o'qib bo'lib zo'r iboralarni ishlatganingizda, government should take responsibility for raising awareness about environmental protection as their policies can have a long-term impact on society.
aynan shu collocationni kuchi hisoblanadi. Yana bir misolni ko'rsak, aytaylik texnologiya haqida yangi maqola o'qidingiz va endi oddiy gaplarimizni murakkablashtirishga harakat qilamiz. Technology is important deb yozgan bo'lardingiz maqola o'qishdan oldin. Keyin esa technology plays a vital role in shaping modern communication and economic development. Ko'rib turibsizki, maqola o'qish bizga nafaqat reading ko'nikmamizni o'stirishga yordam beradi, balki writing darajamizni oddiy basic Englishdan haqiqiy academic Englishga o'zgartirishga yordam beradi. Va so'nggi 5-odat bizni active vocabulary'ni kengayishiga sabab bo'ladi. Har kuni o'rgangan collocationimizni endi nutqda ishlatishni mashq qilamiz. Ya'ni o'qigan maqolamiz, yozgan inshoyimizdan yiroqlashmagan holatda ularning ichidan 10 ta foydali collocationni terib olamiz. Misol uchun take responsibility, mas'uliyat olish, raise awareness, xabardorlikni oshirish yoki play a vital role ajratib oldik. Muhim rol o'ynash va long term impact uzoq muddatli ta'sir degani. Xo'sh, hammasini yozib olganingizdan so'ng savollar ro'yxatiga qarab, random savollarni tanlab shu so'zlarni ishlatishga harakat qilasiz. Misol uchun, Do you think governments should invest more in education? well, I think government should definitely take responsibility for improving quality of education as it plays a vital role in shaping future generations and has a long-term impact on economic development. 30 kun davomida aynan bu 5 ta odatni qoldirmasdan bajarsangiz, eng kamida natijangizda +1 ballga o'sish sezasiz. Albatta qiyin bo'ladi, katta intizom kerak, lekin katta natijalar katta intizom talab qiladi. Izohlarda olgan insightlaringizni yozib keting. Video foydali bo'ldimi? Eng chiroyli izohlardan 3 tasini tanlab, o'sha insonlarga o'zimning mualliflik kitobim Unlock Your Band 9 kitobini yuboraman. Bu yerda speakingdan 9 olishimga yordam bergan 2,5 mingdan oshiq so'zlar to'plami va mashqlar bor. Shuning uchun izohlarni ayamay yozing. Qancha ko'p yozsangiz, shuncha yutish ehtimoli balandroq bo'ladi. Yo'q, men yana ham ko'proq dars qilishga tayyorman desangiz esa, mana shu havola orqali o'tib, 8 soatlik kun tartibi videomni ko'ring. Aynan shu kun tartibiga rioya qilib, yuzlab o'quvchilar IELTS dan allaqachon 8 olishdi.